Biz kafirlarga, zalimlarga qarşı qancha jasoratli bo'lgan siri, kafirlar qancha kuchli bo'lsa-mu ko'zimizda shunchalik kichiklab ketadi. Kafirlar qancha kuchli bo'lsa-mu ko'zimizda shunchalik kichiklab ketadi. Tuxumni toshqa urmang desak, unamagan, mushunda bo'ladi deb kafirlarning zulmini qo'yib, mazlumlardan ayb izlaymiz. Kafirlarning zulmini qo'yib, mazlumlardan ayb izlaymiz. Ataning gerçi kafir bo'lsa-mu, hatto seni dindan yandishga majbur bo'lgan bo'lsa-mu, dunyoviy ishlarda ularga yaxshi muomala qildi. Dunyoviy ishlarda ularga yaxshi muomala qildi. İlgirki dersimiz degandek Allah Taala payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga va anzir ashiratakal aqrabin, qish aqrabalaringni, ya'ni tuqqanlaringni ogohlantirgin degan bu oyatni tushirgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom tuqqanlaridan 45 kishini to'plab, ularga gapini boshlamay Abu Lahabga boshlab sorunning kayfiyatini ushirib, u sorunni natijasiz oyoqlashtirgan edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ikkinchi qatim, ya'ni cho'ng bir ziyofat berib tuqqanlarning hammani to'playdi. Va ularga bu qatim Abu Jahil gap boshlashdan burun gap boshlab, Allohdan boshqa hech qanday ilohning yo'qligi, Allohning o'zi bilan banda o'rtasida hech qanday vositaga ehtiyojining yo'q ekanligi va o'zining Alloh taolo tomonidan tanlangan va butun insoniyatga avatilgan payg'ambar ekanligini o'ttirib qo'ydi. Shundaqla bu dunyoning imtihon maydoni ekanligi, har bir odamning bu dunyoda qilgan ishidan qiyomatda, ya'ni o'lgandan keyin qayta tirildirilib hisob beradiganligi, o'lishning yo'q bo'lish emas, bir o'rin olmish ekanligi, navbatda kishilar cho'qinayotgan butlarning botil narsa bo'lib, uning qo'ldan hech qanday foyda yoki ziyon narsa kelmaydiganligi, agar butlarning qo'l uzmasa Allohning azobiga duchor bo'lganligidan ularni ogohlantiradi. Va shundaqla tuqqanlarga bu da'voda, bu yo'lda kim menga yar yo'lak bo'ladi deydi. Tuqqanlardan timtas hech kimdan ovoz chiqmaydi. Faqat 13 yoshli Hazrat Ali men deb qo'lni ko'tardi. Hazrat Alining qo'lidan boshqa hech kimning qo'li yo'q. So'rin timtas. Mushu vaqtda Abu Talib temkinlik bilan gap boshlab, "Ey jon o'g'lim, sen yo'lingga ravon bo'l. Biz seni jon tikib qo'ydaymiz. Lekin mening hozircha dadam Abdul Muttalibning dinidan yong'im kelmayotdi. Sen yo'lingga ravon bo'l. Biz keyningda bor" dedi. Bu gapni anglagan Abu Lahab nayt chichangishib ketdi. Agar biz Muhammadni biz tuqqanlar turib, hozirdan boshlab uni to'smasak, u butun arablarni bizga dushman qilib, beshimizga balo ochadi. Shuning uchun biz buni hozirdan boshlab to'sishimiz kerak deydi. Abu Talib Hashim jamoatining cho'ng bo'lish sifati bilan biz Muhammadni jon tikib qo'ydaymiz deyish orqali keskin ifodasini bildirdi. Shunday qilib so'rindikilar g'ulg'ul ichida tarqab ketdi. Undan keyin Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga fasda' bima tu'mar va a'rid 'anil mushrikin. Sana tushirilgan bu davoni, bu ilohiy vazifa uçuq aşkarlığın müşriklarga parvo qilmagan degan bu oyatni tushirdi. Bu oyat da'vatni umumiyuzlik oshkor qilish qilingan farmon edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Safa tog'ining ustiga chiqib, xuddi Makkaga otliq qo'shin bostirib kelganga o'xshash chaqiriqda bo'ladi. Ya sabahah, ya sabahah, ya sabah. Bunda to'lash faqat Makkaga boshqalar bostirib kelgan vaqtda, ya'ni eng xatarlik, eng jiddiy paytlar to'linadi. Kishilar nim bo'lganda deb har tarafdan to'plashadi. Bormagan odamlar odam avatadi. Kishilarning hammasi to'plashgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom har bir qabila, har bir jamoat, har bir oymoqning ismini ayrim tilga olib turib, ey Hashim jamoati, ey Mahzum jamoati, ey Taym jamoati, ey Quraysh qabilasi, agar men sizlarga hozir mushu tog'ning keyinda otliq qo'shin Makkaga besib kirmoqchi desam, mening gapimga ishonamsizlar deydi. Kishilar umumiylik shaklda biz senga ishonamiz, chunki sen rostchil hozir qadar sen bizga yolg'on aytib boqmading deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom kishilarning tasdiqini ap bo'lgandan keyin undaqda men sizlarni Allohning azobidan ogohlantirman. Sizlar navbatda cho'qinayotgan butlar u iloh emas, u botil narsa. Uning qo'lidan hech qanday narsa kelmaydi. Men bo'lsam Alloh taolo tarafidan butun insoniyatga avatilgan elchiman. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu gaplarni qilayotgan vaqtida Abu Lahab nati chichangishib keldi va u halok bo'lgan. Bizni yana mushu gapni qilg'ili yig'dingmi deb payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni haqoratlaydi. Hatto yerdan tashlab payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga ot qilib temishiladi. Bu vaqtda Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga sura Tabbatni tushirdi. Tabbat yada Abi Lahab va tab. Abi Lahabning ikki qo'li qurib ketsin va amalda qurib ketdi. Ma aghna anhu maluhu va ma kasab. Uningga mollari va erishgan narsalar asqatmadi. Sayasla naran zat lahab va imra'atuhu hammalatal hatab. U jahannamga kiradi va uning o'tin to'shig'ich xotini, ya'ni suvxanchi xotinimi jahannamga kiradi. Fi jidiha hablum min masad. Uning bo'ynida shallangan arg'amchi bo'ladi. Alloh taolo islomning beshida bu sura orqali Abu Lahabning jahannamga kiradiganligidan oldin bishorat berdi. Abu Lahab bu oyat tushgandan keyin yolg'ondan musulmon bo'lib bo'lsa-mu, bu oyatni yolg'onga chiqara oladi. Lekin bu oyat al-alim, butun ishlarning oldi keyinni bildigan Alloh taolo tomonidan tushganligi uchun Abu Lahabning oxirigacha, ya'ni hayotining oxirigacha iymon etmaydiganligini bilganlik uchun mo'jiza sifatida tushirgan edi. Chunki Abu Lahab men musulmon bo'ldim, qaranglar Muhammadga tushgan so'z yolg'onga chiqdi deb Qur'onni yolg'onga chiqara oladi. Lekin Alloh taolo bu xiyolni Abu Lahabga keltirmadi.
Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam İslamni umumiyüzlük aşkara e'lon qilgandan keyin yana to'xtab qolmay, ayrim jamiyat aymoq birib ularga Allohga bo'ysunish, Alloh xohlagandek yashash orqali abadiy hayotdagi jininglarni setib olinglar. Men payg'ambarlik o'rnimdan foydalanib qiyomat kuni sizlarga hech qanday foyda yetkazolmayman. Shuning uchun sizlar bu imtihon maydonidan foydalanib yaxshilarni qilib, oxirat uchun uzuq to'plab olinglar. Va shundaqla payg'ambarimiz Muhammad aleyhisselam o'zining tuqqanlari bilan ayrim birma-bir ko'rishib, "Ey dadamning enisi tag'am Abbas, dunyoda yaxshi qilish, Allohga bo'ysunish orqali abadiy hayotdagi jiningni setib ol. Men oxiratda payg'ambarlik o'rnimdan foydalanib tuqqan bo'lganligimiz uchun sana hech qanday foyda yetkazolmayman. Ey Safiya hamma, dunyoda yaxshi qilish orqali Allohga bo'ysunish, Allohga shirk keltirmaslik orqali oxiratdagi abadiy hayotdagi jiningni setib ol. O'lgandan keyin qayta tirilib bu dunyoda qilgan ishlaringdan hisob bersa, men payg'ambarlik o'rnimdan foydalanib sana hech qanday foyda yetkazolmayman" deydi. Va shundaqla o'zining oilasi qizlariga nasihat qilib, "Ey qizlarim, mollarimdan qanchak so'rasanglar so'ranglar. Ammo men qiyomat kuni sizlarga hech qanday foyda yetkazolmayman. Shuning uchun dunyodagi vaqtinglarni g'animat bilib, Alloh xohlagandek yashanglar va Allohga bo'ysunib yashanglar" deydi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad aleyhisselam insonning dunyoga na'dan kelganligi, kimning ilib kelganligi va dunyodagi majburiyati, mas'uliyati, o'lgandan keyin nega borganligi haqida kishilarga tushuncha berib, ularning dunyodagi mavjudlik g'oyasi va yaratilish g'oyasini oydinlashtirdi. Payg'ambarimiz Muhammad aleyhisselam da'vatni oshkor e'lon qilgan bo'lsa-mu, ammo musulmon bo'lganlarni maxfiy holda arqamning ho'ylisiga to'plab, ilgirki darsimizda bayon qilgan 4 nuqta bo'yicha tarbiyalash ilib boradi. Ya'ni tarbiyalashni yana maxfiy holda davomlashtirdi. Mushriklarning kattaboshlari islomning mohiyatini tushunib yetib, bu haqiqatni qabul qilishdi yo'q. Aksicha, agar bu islom yuksalsa, diniy imtiyozdan foydalanib, boshqalarning ustidan yurgizayotgan xo'jaylik huquqini tatqizib qo'ydiganligi va shundaqla qullar va tuan tabiqidagi kishilar ustidan o'yinayotgan zulm qamchisidan ayrilib qolganligi va kashlar o'tkazayotgan gunoh ma'siyat bazmixonlaridan qo'l uzishga majbur bo'lganligini tunib yetdi-da, bu islom da'vatini bir holatda yo'qotib o'tish uchun jiddiy harakatga o'tadi. Mushriklar payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga Abu Talibdan ayminib gap qilolmaydi. Ammo payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga ergashgan, ya'ni musulmon bo'lgan kishilarni har xil besim ostiga elish orqali payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamni yolg'iz qo'ymoqchi bo'ladi. Abu Lahab payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga ruhiy besim akilish uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning ikki qizga choy ichirilgan o'g'li Utba va Utaybani Ruqiya va Ummu Kulsumdan bo'lgan munosabatini buzib o'tishga buyurdi. Ular amalsiz bu munosabatni buzib o'tdi. Uzun o'tmay musulmonlar ichidagi cho'ng jamoatdan bo'lgan Osmon ibn Affan payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning ikkinchi qizi Ruqiyani amriga oladi. Mushriklar musulmon bo'lganlarni dinidan yandirish uchun har tarafdan besim ishlatdi. Musulmon bo'lganlar qul bo'lsa xo'jayin orqali, hur bo'lsa tuqqanlar orqali besim ostiga oladi. Osmon ibn Affanni tag'isi og'amchi bilan bog'lab, uni dindan yandirishga majburlaydi. Ammo Osmon, "Xohlasang meni o'ltir, men bu dinimdan hargiz yanmayman" deb iymonda mustahkam turadi. Zubayr ibn Avvomni tag'isi og'amchi bilan bog'lab, uning burniga tutun quyib berib, azoblab qiynaydi va dindan yanishga majburlaydi. Lekin Zubayr ibn Avvom dindan qat'iy yanmay iymonda mustahkam turadi. 17 yoshlik sahoba Said ibn Abi Waqqas onasining e'tiborli o'g'li bo'lib, onasi uning musulmon bo'lganligini bilib, "Agar sen iymoningdan yanmasang, menga yemak ichmak harom bo'lsin" deb ochlik e'lon qiladi. Onasi yemay ichmay uruqlab ketadi. Buni ko'rgan Said ibn Abi Waqqas chidayolmay payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga bo'lgan ahvolni aytadi. Bu vaqtda Alloh taolo tuvandagi oyatni nozil qiladi. "Va in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Agar ota-onang seni sen bilmaydigan ishda diningdan yenishga majburlasa, uningga itoat qilma. "Va sahibhuma fid dunya ma'rufa." Ammo dunyoviy ishlarda, ya'ni diningiz yanatmaydigan ishlarda ularga yaxshi muomala qil. Ya'ni ota-onang garchi kofir bo'lsa-mu, hatto seni dindan yandirishga majburlagan bo'lsa-mu, dunyoviy ishlarda ularga yaxshi muomala qil. Bu oyatda biz o'rganishga tegishli nihoyat muhim bir masala bor. U bo'lsa-mu, biz musulmon bo'lsak, bizning dadimiz yoki tog'imiz yoki tuqqanlarimizdan birasi musulmon bo'lmasa, ularni tillaymiz, haqoratlaymiz, ularga yaxshilik qilishdi yo'q, ularga qaramaymiz. Ammo Alloh taolo Qur'onda nima deydi? Diningiz yanatmaydigan ishda yaxshilik qil deydi. Chunki ular tuqqan. Shu orqali ular islomga moyil bo'lishi mumkin. Aksicha ularga nafratlansang, ularni tillasang, ularni haqoratlasang, ularga qaramasang, ular chaqirsa uyga bormasang, mehmon qilsa tomoqni yemasang, ular qandoqmi islomni qabul qilsin? Qandoqmi islomdan ta'sirlansin? Sahobalarga bo'lgan besim kundan kunga oshadi. Qiyin qistoqlar chingiydi, lekin qiyin qistoq qancha chinggan siri, besim qancha kuchaygan siri sahobalar shuncha jasurlashib ketadi. Bir kuni sahobalar o'zaro to'plashib o'ltirib, "Ma Makka mushriklari Qur'on anglab boqmadi. Qaysimiz berib ularga Qur'onni bir anglitib boqamiz" deydi. Sahobalar ichidan Abdullah ibn Mas'ud, "Men berib anglitib boqay" deydi. Sahobalar, "Sen borma, sen uruq badaning ojiz, hamsini qo'llaydigan tuqqanlaring yo'q. Yaxshi badanimiz kuchlikroq va qo'llaydigan tuqqanlar bor, birsimiz berib ularga Qur'onni anglitaylik" deydi. Abdullah ibn Mas'ud unumay, "Yo'q, men berib anglitaman" deb Kabening tuyiga berib Surah Rahmonni o'qiydi. Ar-Rahman allamal Qur'an. Mushriklar dastlabda buning nima ekanligini uqolmay gangrab qoladi. Birdan tanışgandan keyin o'qiyotganning Qur'on ekanligini uqib, har tarafdan yupurilib kelib, Abdullah ibn Mas'udni nihoyat qattiq urdi.
Abdullah ibn Mas'udning yuz ko'zlari qonga bo'yilib ketadi va hali qolmagan holda sahobalarning yeniga keladi. Sahobalar Abdullah ibn Mas'udning yuz ko'zlarini ko'rib, "Nayt, ich og'rib bizga aytdik, sen bormagan bo'lsan, kashki, badani kuchlikroq yoki tutib oldigan tuqqanlar bor, birasi borgan bo'lsa, buncha qilib o'tolmaydi" deydi. Abdullah ibn Mas'ud yuz ko'zlari qonga milangan holda tabassum qilib turib, Alloh bilan qasamki, o'zini Makkaning kattavashlar chaqlaydigan o mushriklar meni urib edi, ko'zimda nayt kichiklab ketdi. Menga ruxsat qilsanglar, men berib yana bir qatim o'qisam deydi. Sahobalar bo'ldi qil, yetarlik bo'ldi. Ular Qur'onni anglatdi. Abdullah ibn Mas'udning bu voqealigida biz o'ylashga tegishlik mundaq ikki xil nuqta bor. Birinchisi, agar bizning oramizdan bir odam Abdullah ibn Mas'udga o'xshash bir ishga jur'at qilsa, darhol uni to'simiz. Agar u odam bizning gapimizni anglamay u ishni qilib, kofirlardan aziyat yesa, biz jim o'ltiring, tuxumni tashqa urmang desak, unamagan, mushundaq bo'ladi deb kofirlarning zulmini qo'yib, mazlumlardan ayb izlaymiz. Yana birisi, Abdullah ibn Mas'ud ular meni urayotgan vaqtida, ular mening ko'zimda nihoyat kichiklab ketdi dedi. Ya'ni Abdullah ibn Mas'ud ilgari jahiliyat davrida Makkaning kattavashlari deb cho'ng bildigan kishilar bugungi kunda iymoni uchun uning zulm qilayotgan vaqtida ularning qanchalik ojiz, qanchalik kichik odam ekanligini iymon ko'zi bilan ko'rdi. Mana bu iymoniy tirik ruh. Biz qachon iymoniy tirik ruhga ega bo'lgan vaqtimizda u kofirlar bizning ko'z oldimizda shunday kichiklab ketadi. Chunki bizning iymonimiz, qalbimiz buyuk katta bo'lgan Allohga tayangan bo'ladi. Shuning uchun biz haqiqatni o'ttirib qo'yish va kofirlar qarshi turish uchun qat'iy chekinmasligimiz va jasoratli bo'lishimiz kerak. Biz kofirlarga, zolimlarga qarshi qancha jasoratli bo'lgan sari, kofirlar qancha kuchli bo'lsa-mu ko'zimizda shunchalik kichiklab ketadi. Ulardan qo'rqmaydigan holatga kelamiz. Sahobalarga besim kuchaygan sari mana shunday jasoratlashib ketgan. Ular bir kuni Ka'bada oshkor namoz o'qiymiz deb to'plashib Ka'baga boradi. Namoz o'qig'ili qopqanda mushriklar buningga chidayolmay, ularni namoz o'qishni to'smoqchi bo'ladi. Sahobalar qarshilik ko'rsatdi. Shunday qilib ikki taraf o'rtasida urush yuz berdi. Bu urushda Hazrat Xadijaning ilgirgi yo'ldoshidan bo'lgan Haris ibn Abi Hala degan o'g'li shahid qilindi. Ya'ni bu islom yer yuziga kelgandan keyingi tunji islom yo'lida qani iqitilgan shahid hisoblandi. Tunji musulmon bo'lganlarning ichida Bilal ismli qartalli qul bor bo'lib, xo'jayini Bilalning musulmon bo'lganligini anglab nihoyat g'azablandi va uni qiynaydi. Pishg'irim issiqda sirtqa chiqib, yerda yotqizib, uning ustiga ig'ir toshlarni quyib, iymondan yenishga majburlaydi. Ammo Bilal badani qul bo'lsa-mu, ruhi qul bo'lmag'achqa, ahad Allohdan boshqa iloh yo'q, Allohdan boshqa iloh yo'q deb iymonda mustahkam turadi. Xo'jayini Umayya uni urib qiynab bo'lgandan keyin bo'yniga og'amchi silib, kichik bolalarning o'ynashiga tashlab boradi. Makkadagi kichik bolalar uni so'rab o'ynaydi. Oxiri Hazrat Abu Bakr uni asli bahosidan qimmat pulga sotib olib, ozod qilib o'tadi. Mushriklarning musulmonlarga solgan zulmlari faqat aylar bilan cheklanmaydi. Hatto musulmon bo'lgan ayollarni nihoyat qabih usullar bilan qiynaydi. Musulmon bo'lganlar ichida Sumayya ismli bir ayol bo'lib, u va uning yo'ldoshi va uning o'g'li Ammar qatorliq bir oila kishilari musulmon bo'lgan edi. Bu bir oila kishilari musulmonlarga eng o'ch bo'lgan Mahsumlar jamiyatining himoyasida edi. Mahsumlar jamiyatining kattavashlaridan Abu Jahl ularning musulmon bo'lganligini anglab g'azablandi va ularni tutib chiqib, bog'lab, qattiq qiynab iymonini yenishga majburlaydi. Sumayya yashinib qolgan mo'may bo'lsa-mu, shuncha qiyin qistoqlarga chidab iymonda mustahkam turadi. Yo'ldoshi Yasirmu yashinib qolgan bo'lsa-mu, qiyin qistoqlarga chidab iymonda mustahkam turadi. O'g'li Ammarmu o'xshashli iymonda mustahkam turadi. Abu Jahl ularni nihoyat qabih usullar bilan qiynaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ularni ko'rib tursa-mu, ularga hech qanday yordam qilolmaydi. Ular: "Ey Muhammad, sen bizni bu yo'lga boshlab qo'yib, o'zing xotirjam yuribotsa" deb Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga hech qachon malomat qilmaydi. Chunki ular iymonni Allohga aytgan va tortgan aziyatlari va zulmlarining hammasining mukofotini jannatda oldiganligiga aniq ishonadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ularga: "Sabran ya al Yasir, fa inna maw'idakumul jannah." Ey Yasir jamiyati, sabr qilinglar. Sizlarning o'rninglar jannatda bo'ladi deb ularga jannat bilan bishorat berdi. Payg'ambarimizning ularga tasalli berganini ko'rgan Abu Jahl texmi g'aljilashib, Sumayyaga neyzi sanchiydi. Sumayya og'riq azobidan nihoyat qattiq chirqiraydi. Uning chirqirgan ovozi Makka osmonini bir oladi. Abu Jahl endi iymondan yandigan bo'ldi deb Sumayyaning oldiga kelib, "Muhammadni bir qatim tillabba, seni qo'yib o'tay" dedi. Sumayya shuncha holi qolmagan, shuncha qiynalgan bo'lsa-mu, bu gapni anglagandan keyin Abu Jahlning chiroyiga tukirdi. Abu Jahl texmi g'aljilashib, qo'lidagi nayzini uning jon yeriga sanjib, uni o'ldirdi. Shunday qilib Sumayya islomdagi tunji shahid ayol bo'ldi. Ayolining vahshiylarcha o'ldirilganini ko'rgan Yasir bog'liqdan bo'shinish uchun har tarafga o'zini atadi. Abu Jahl yugurib kelib, uning nayzi sanjib, uni o'ldirdi. Onasi va dadasining ko'z oldida o'ldirilganini ko'rgan Ammar asli o'shini yo'qotqili tas qoladi. Abu Jahl Ammarning yoniga kelib, "Iymoningdan yon. Agar iymoningdan yonmasang, dadang onang o'xshash seni o'ldirib o'taman" dedi. Qatma-qat ruhiy va jismoniy azoblar ichida Ammar ibn Yasir
imandan yanadı. Ammar ibn Yasir'ning imandan yanganını anlagan sahabalar Ammar tügeşti. İmandan yandı deb Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın yanına geldi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam "Toxtanglar, men Ammarning o'zi bilan bir kurashaydi." Ammar yig'lagan holda Peygamberimizning yanına keldi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Ammardan "Qalbingni qandaqroq his qilyapsan? Iymon islomga bo'lgan qalbing qandaqroq?" deb so'raydi. Ammar ibn Yasir "Ey Rasululloh, qalbim iymonga tushoq" deydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam "Ve in aadu fa'ud." Agar ular seni yana majbur bo'lsa, yana ig'zingda iymondan yenib ber deydi. Bu vaqt Alloh taolo tuvandagi oyatni nozil qiladi. Men kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhim ghadabun min Allah. Kimki Allohga iymon etgandan keyin o'z ixtiyorligi bilan iymondan yansa, ya'ni murtad bo'lsa, uningga Allohning azobi bo'ladi va dadlik azob qiladi. Ammo qalbi iymonga tushoq holatda majburlanish ostida tilning uchida iymondan yanganlar buningdan mustasno deydi. Bu oyat tushgandan keyin Ammar ibn Yasir yengillab ketadi. Mushriklar musulmonlarni to'sish uchun, iymondan yandirish uchun qancha zulm salgan siri musulmonlarning iymoni va irodasi shuncha chingib ketadi va musulmon bo'lganlarning soni kundan kunga ko'payishga boshlaydi. Buni ko'rgan mushriklar ishining beshidan tutmasak bo'lmaydi ekan deb bir hay'at tashkillab Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamni to'xtatish uchun uning tog'asi Abu Talibning yoniga keladi va Abu Talibga "Jiyan o'g'lingni to'sqin, agar sen to'smasang biz to'samaymiz" deydi. Abu Talib "Bo'ldi, men gap qilay" deb ularga chiroyli gap qilib ularni yo'lga soladi. Ammo Abu Talib bu haqda Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga hech narsa demaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam o'zining da'vatini davomlashtirib, bazama berib, Allohdan boshqa ilohga ibodat qilmaslikqa, boshqalarning haqqini yevolmaslikqa, boshqalarga zulm qilmaslikqa, o'lgandan keyin cho'qim tirilib dunyoda qilgan ishlarining hammasini hisob beradiganligini ularga tushuntirib, ularga islomning mohiyatini tushuntiradi. Abu Jahl payg'ambarimizning keyindan menib, "Mana men buning tag'isi, bu yolg'onchi, uning ishonmanglar. Agar uning gapi to'g'ri bo'lgan bo'lsa, men tag'isi uningga eng burun ishongan bo'lardim" deb keyinidan billamadi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın to'xtamaganligini ko'rgan mushriklar yana Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın tag'asi Abu Talibning yoniga kelib, "Ey Abu Talib, sen Muhammedga gap qilmabsan, u da'vatini to'xtatmadi. Agar sen Muhammedni to'xtatmasang, biz to'xtataylik" deb bu qatim Abu Talibga nihoyat qattiq gaplarni qiladi. Abu Talib ularning gapidan nihoyat izzat tortadi. Hoshim jamiyatining cho'ng Abu Talib o'z xalqidan bunday bir gapni anglab boqmagan edi. Chunki u xalq ichida mo'tvar va muhtaram kishi edi. Abu Talib bu qatim Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ni chaqirib akelib, "Ey jan o'g'lim, men yashanib qoldim. Menga men ko'tarolmaydigan yukni yüklemigen, meni kütagili samıgen" deydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam mengavatgan davasının mahiyetini tağısı Abu Talibqa tuvandagi söz bilan echib beradi. "Ey tağa, ular meni bu yo'limdan to'sish uchun o'ng qo'limga quyoshni, so'l qo'limga oyni ilib bergan taqdirdami, hayotimdan ayrilgan taqdirdami bu yo'ldan men to'xtamayman." Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın qat'iy irodasini ko'rgan Abu Talib, "Jan o'g'lim, yur, xolig'ingni da, men sening keyningda" deydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam mushriklarning cho'nglarning islomga kirishini bakrak umid qiladi. Chunki cho'ng kishilar islomga kirsa, u orqali islom kuchlandi deb o'ylaydi. Shu sababli Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Mahzum jamiyatining cho'nglaridan Abu Jahl, Valid ibn Mughira va Utba qatorliq bu kishilarga islomni tushuntirdi. Mushu vaqtning o'zida Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamning yoniga bir a'mo kishi kelib, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamdan Qur'on o'qib turishini va islomni tushuntirib qo'yishini so'raydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu odamga parvo qilmay gapini shu cho'nglar bilan qilishib berdi. A'mo kishi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamdan takrar talab qiladi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu odamga qopqini turib soladi. Bu vaqtda Alloh taolo tuvandagi oyatni nozil qiladi. Abasa va tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yadhakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra. Yana a'mo kelganlik uchun qopqini turdi va yuzini o'rib oldi. Nim bilsa, o senden ağam mərifət bilen, yani İslam iman bilen günahlardan pakılınışı mümkün. Ya ki vəznəsiyyət anlap onundan paydalanışı mümkün. Özünü imandan bir hacet hesaplaydığı kişi kelsek, sen o adamı yüzünürse, yani onu kulak salıb təbliğ qilsə ve İslam'ını düşendirirse, eğer o çoğun kişiler küfürden paklanmışsa, sana ne mezeyini? Senden mərifət tələb gələn adamı kelsek, sen onunla qarmay qoyuysa. Bundan keyin onda qılmaq. Bu ayet düşkəndən keyin Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam dərhal hiliqə əma adamını izləyib, onunla İslam ve imanı düşendirirdi. Ve düşkən Kur'anlarını oxub bıradı. Bu adam Kur'an anlap şu haman iman etdi. Bu adamın ismi Abdullah ibn Mektum idi. Hac mevsimi yıkıllab keldi. Hac mevsiminin yıkıllab kelişi bilen müşrikler nəhayət endişəyə düşürdü. Çünki Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam baza berib kişilər toplaşqanların hammasında İslamni düşendirdi. Hac Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam üçün İslamni düşendirishə nəhayət çoğ fürsət idi. Bunu his qılğan müşriklər Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamın oldunu to'sish uchun xuddi bugun kundagi kafirlar İslamning nurunu yepish uchun qo'llangan usulning o'zini qo'llandi. Bu usul qaysi? Bu haqda kitoblarga qiziqsanglar, diqqatingizga keladi. Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim, kurban bulsun canım tenim, yollarınga Gül Ahmedim, Gül
Gül Ahmedim Canda canan Muhammedim Kurban bolsun canım tenim Yollarınga Gül Ahmedim